Jim tursam ham qayerga kelganim bitada topib olasizlar. Shu darajada mashhur, fayzli, barakali ferma. 2025-yil 16-dekabr do'stlar. Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatda rekord ferma kelganmiz. Hozir dahshati bo'ladi videoni xudo xolasa do'stlar. Niyat qildim deganlar Allohga onson. Mana qarang. Mana qarang. Mana do'stlar, mana qarang. Ketdi mana xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim deb. Assalomu alaykum. Safiddin aka, Xorbek aka. Salom aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Zo'r xudoga shukr. Mana qarang. Ha joningni mana. Hay. Do'stlar, hamma ham ko'rib, babla qarang mana. Faqat Chorvoq House da emas, biz akalardan ham chiqadi mana shunaqa gullari. Yo'q, faqat Abroruzda emas, akalarimdan joni sog' bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Egallanglar. Mana. Ikong bu yoqqa tur. Bo'ldi. Voy, yurishini qarang uni. Mana assortiment. Turishini qarang aka, dahshat ekan o'sha. Hammasi bir-biridan o'tadi xudo xolasa. Mana Uzoq-uzoq bular qanaqa? Hammasi bo'g'ozlarmi? Hammasi bo'g'ozlar, ichida bitta tuqqani ham bor. Ha, u olsa. Ha. Osti ham yetilib dahshat bo'lib turgan ekan. Voy, tuvimizdan qarang. Mana. Bir sirama ko'rsatib o'n, keyin tanishtirib boshlaymiz. Voy, mana qarang, turuvdi. Mana. Osib qo'ydik deysizlar-yu, mana. Arqoni bo'ynida turibdi hammasini jonivorlarni. Nima kerak yana? Qanaqa? Bizdagilarga nuqta shart emas. Ha, mana. Yuvintirib, cho'miltirish ham shart emas. Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatda rekorddamiz do'stlar. Hech qanaqa Germaniya, Avstriya, Yevropada emas. Yevropa atmosferasini beradigan daraja. Gibrid bor, semental bor, Daniya bor, rossiyskiy bor. Qoch. Bular qanaqa endi aka? Sekin-sekin etib ketavering. Bo'g'ozli davrlarni. Bu yerda hammasi 8 oydan o'tganlar. Hammasi? Hammasi 8 oydan o'tganlar. Bitta tuqqani bor. Ha, ana osti katta. Ha, endi tashqariga hozir 10 dan birini olib chiqdik. Ichkarida ham 60 tacha mol bor. Ha, ichkaridagilarni ham keyin mana shu gibriddan boshlang, birinchi qorin. Voy, mana hozir qarang aka. Shu bo'g'oz deydi, mana sakramoqchi bo'lgan-a? Shunaqa, bo'g'oz. Bo'g'oz. Lekin sakraveradi. Nimaga shunaqa aka? Ya endi zotli molda shunaqa bo'ladi. O'zi o'ynaydi shunaqa. Ha, kip tekshirib olsa ham bo'ladi, nima qilsa ham bo'ladi, 8 oydan o'tgan bo'g'oz bu. Yo, buni tushundim, men bilaman aka. Ko'pchilik bir xil shubhasi xayoli buziladi-da. Yo, bular endi. Atamam ham. Atami? Ha, привозной o'zi. Mana. Yetilib turibdi bu. Ikkinchi qoringa. Mana. 2 gami, 3 gami? 2 ga. 2 ga. Mana bu dahshatichi, mana shu. 2 ga bu ham. Voy joningiz. Qancha keladi Safiddin aka? O'shani yuki. Xudo xolasa-chi, taroziga qo'ymaganmiz 900 kilo atrofida. Keladi. Lekin harakati yengil, sog'lom. Shunday tavarni yukini mensiz olib yurishini qarang. Mana orqalarini ham ko'ring. Mana. Voy, sekin. Qasvirdan so'rashni ham bilmay qolasiz-da. Mana nima ekan mana shu? Gollandiyamisiz? Shunaqa. Voy. Mana mol. Safiddin aka bo'yingiz necha edi? Men bo'yim 1.72. Sizdan katta ekan aka. Shunaqa, teng, pastki teng. Sizdan katta ekan bu. Yetuv ekan bu ham. Qarang, bu yerda hammasi yetilganlar. Bir xiliga bir hafta bor, bir xiliga 10 kun bor, 15 kun, shunaqa. Uzog'i 20 kun orasida. Bularga? Bular shunaqalar. Eng kechkisi 20 kun. Shunaqa. 4 yilini 7 ishchi yilini 7 ishtisi unisiga garantiya. Mana shu nechta sut beradi aka? Yengil 35 dan o'ynatib yuradi ular. Yat bo'lsa kerak. Qarang, bu ana qora ola, mana semental, bular qirtaliklarda. Qaysi biri? Mana bu. Sement, mana. Ha, narg'i. Bular 40-45 dan o'ynatadiganlar, endi kamiga olib yursin. Ha, olib borib 50 ta bersa, xursand bo'lsa. Shunaqa. Ha, mana ham yengi tuqqan. Bu nechiga tuqqan? Bu 2 ga tuqqan, Daniyaniki u. Привозной ha, Daniya 2 ga tuqqan. Qulog'ida ziraklari bilan turibdi. Ha, pasport o'zi bilan. Bak qarang. Buni xayol surmaysiz, nima tushdi, nima qildi deb tayyor ekan. Shuni olib borib ishlataverasiz. Mana, bu ham pullari qanaqa bo'ladi aka? Qarang, fermada 40 milliondan 70 milliongacha mollari bor. Bor, ha, bu yerdagilar bo'lsa, hammasiniki har xil. Ha. O'sha zo'rini ayting. Sementalni? Sementalni zo'ri bor-ku. 68 o.
68. Nechinchi qoringa edi? Ikkiga. Ha, 2 ga. Mana bu gibridlar, mana birinchi qoringa yetilib turibdi. 61 million bo'lsa ketdi bular. Buni ham, ha? Ha. 25 dan o'ynatadi bu ham. Lekin haqiqatda, viloyatingizda, tumaningizda bitta bo'lar ekan o'shani olsa. Aka, u Otga o'xshab yurar ekan. Ha, 4 ta oyog'i, 4 ta yelini yedi, ishtisi kelib bemalol. Xohlasa bir kun tekshirsin. Farqi yo'q uni. Ha, kichkina pulga olmayapti. Mana, mana rossiyskini qarang, go'zalini. Mana shu rossiyskida-ya? Mana oqqa. Ha, birinchi qoringa bu ham. Yetilib turibdi. Birgami shu aka? Birga bu. Savdiraga mana shunaqa bo'lib qochish uchun necha kiloda qo'yish kerak bu qo'yga? Ya 300 kiloda qo'ysa zotli narsa ketaveradi u yog'iga. Mana shunaqa bo'lib kela oladi. Ha, 300 kilodan qo'yib beraversa bo'ladi bu qo'yga. Faqat shu aytganingizdek qoni toza bo'lishi kerak. Qoni toza bo'lishi kerak. Mana qon nimaga kerak degan joyiga mana ayiqli ekan. Uncha molni bir turtib o'tib ketadigan variant. Hozir etilib turibdi-da, shunga og'ir turibdi. Ha, dardi borroq bo'lib. Bugun erta tug'ib qolishi ham mumkin. Ha, lekin bakki to'ldiribdi. Orqalari bilan bering. Mana. Belini qarang, mana, odamlarni beli bunaqa, molini beli bunaqa emas, buqalaniki. Ko'p joyda kamerani tushir, molni belidan ko'tarma deydi. Buni ko'tara olmasam ko'rinmaydi mana. Zo'r aka. Mana amili ham. Yaxshi. Men shu ham ikkinchi qoringa o'tgan, 8 oydan o'tgani bu. Ikkinchi qorin. Pulichi? Bu 65 kami bor. Buni? Kami bor, ha. Dastavkalari ichiga. Привозной bu ham. Bu ham привозной. Quvonch, o'rtaga sal haydab ber bu yoqqa. Chetga qilib qoldi. O'tib ketmas, u yoqqa o'tib ketmas. Sekin hayda, sekin, ha. Mana qarang, birinchi qorin. Zo'r aka. Ular sekin olib kirib chiqardinglar, bitta ko'rsatib so'ramizmi? Bo'ldi. Hozir shunday olib kirib bo'ylab olsak. Bo'ldi aka. Do'stlar, mana ichkarida. Savdinaga yo'l boshlaydi aka. Bularni bo'g'ozliklari qanaqa o'shalarni aytib ketavering. Buni ko'rsatdik, buni ham ko'rsatdikmi? Yo, buni olib chiqqanimiz yo'q. Bu 7,5 oylik bo'g'oz bular. DE Germaniya. Shunaqa. Mana quloq berkalari. To'g'ri kelgan ekan deb bilaman. Shunaqa, mana shu qatorchi 50 milliondan 65 milliongacha. Bo'g'ozlarni 7 oylikdan 7 oylikgacha ekan, narxi. Eng kechkisi 7,5 oylik. Mana bu soati. Привозной bu ham, ikkinchi qoringa. Qo'ng'irdan ekan. Mana buni olib chiqdik hozir. Aha. Ana tashqarida yugurib yurgan mana shu. Bu yetilib turibdi bu. Mana shular. Mana buni ham olib chiqdik. Mana bu chiqqan yo'q. Dumigacha. Bu ham bo'g'oz. Bu ham shu 7,5 oylik atrofida bo'g'oz. Lekin dahshat mollar. Mana fermada mol ko'p. Kelib tanlaganini gaplashib yursa bo'ladi. Mana g'onachilar tushalarni ham ko'rsatib ketinglar aka. Bular qochmami bu g'onachilar? Qochgan. Bir oy bo'lgan bularga. Bunga? Ha, qarang. Bunga hammi? Mana shu yerda 4 tasiga 4 tasi bor. Mana 1, 2, 3, 4 tasi qochgan. Bir oy bo'lgan. Bular nima? Nemismi? Galishdami? Daniyami yo Ukrainkami? Ikkovi Daniya. Mana ikkalasi. Ana, Krasnoy Pestro. Ha, u Krasnoy Pestro. Mana bilyard. Bu men bilyard. Men bilyard. Mana g'irt galishdi. Shu avvalgi galishdilardan. Ko'rinib turibdi, mana tumshug'i uzun. Ana tumshug'i qarang, buni tumshug'i qarang. Bu Daniyada deysizmi? Shunaqa, farqi bo'ladi o'zi. Mana mol bilan molni farqi. Lifehack. Qarang, buni chiqarib tashlaymiz. 4 to'vi 35 dan, 4 to'vi bir joyda bo'lsa. Mana shu 4 ta qochganlar bular. 4 ta qochgan. Bir oy bo'lgan, ushlamaganini gumon. Lekin qaytalamadimi? Yo'q. Ya o'z badani ham buzildi, ana sigir badanga kirib boshladi. Bir oyda o'zgaradi. Hop, mamilar, nemis. Nima deyapman? Bular ana qochmagan g'unajinlar bular. Bularni nech pul qo'yib yuborasiz? Ikkovi jupiga xo'sh 53 kami bor. Sementalga? Ha. Mana nimaga nima bo'lgan? Orqasidagi. Bu ham shu anaqada. Nima deydi?
Chavkar Galishtin. Galishtin hisob. Aka mana shular qachon qochadi? Mana shu sementali. Mana bunisi tayyor. Mana bunga bir 2 oy bor. 2 oycha bor. Ha shundan katta sementaldagi bo'ladi. Shunaqa, ha, bir 2 oycha bor hali buni qochish. Ikkalasi bir joyga? Xo'sh, 53. Yanlış ketmadingiz? Yo'q, 53 ikki oy bir joyda bo'lsa. Rekordda qimmat deganlar mana ikkalasi bir joyga 53 million so'm ozgina xayriga o'tib beradi. Mana bu ishqoshchilikka bo'lsa kerak bular. Ha, bular shunaqa. Bular turibdi-da. Ha, ikkinchi qorin bular. Bo'g'oza bularmi? Mana bu ham ikkinchi qorin. Bu ham ikkinchi qorin. Qanday turar ekan bu lekin? O'zi ikkinchi qoringada xunachi hisob bular hali. Daryoda sog'inlaringizmi ular? O'rtachi Shved. Shved bo'g'oz. Ana oq bo'g'oz. Mana gibrid olib chiqdik hozir. Bitta mana bebola. Agar kelsa, bola ham qo'shib beramiz uni. Ha, Shvedni ko'rsatdi aka. Shved ishqozi ko'p. Vodiyga ketamiz shekilli bo'ladi Shved. Bitta Jizzaxli akamiz Shved deb yotibdi o'shalarga. Mana bular ham bo'g'oza? Yo'q. Bu-chi qochganiga 2 oy bo'lgan. Bu anaqa eskidan beri o'zimizda turibdi bu. Ha. Buni puli nechta pul? Safidan ko'ra bebola. Shu turishi. Nechta sut beryapti hozir? 24 ta suti bor. Tuqqaniga 20 kun bo'ldi. Ha, yengi sog'i. Ha. Ana, bo'ladigan joyini aytib qo'yim, 50 tur bo'lsa ketdi. Bu ha? Ha, tuqqaniga 20 kun bo'lmadi. Hozir ko'taradi sutini. Ha, yana qo'shadi. 30 ta chiqib qoladimi? Xudo xolasa oshliq berish kerak. Shvedimizchi. Shvedmi? Bu bo'g'oz. Kallan ko'rsating, taqil. 8 oylik bo'g'oz bu. Nechinchisiga bu? 3-chisiga. 3-qorin. 3-chisiga bo'g'oz. Yililar. Oyoq gribok bo'lganmi? Yo'q. Ya bitta joyga turganiga qilyapti. Oyog'i toza. Ha. Buni-chi, Shvedning narxi 58 buni bu. 3-chisiga 8 oylik bo'g'oz. Suti bersa kerak. Shular aka bir 25 ta, 30 ta qilib. Xudo xolasa Bak katta-da. Endi elini solishni boshladi bu. Mana buni bolasini olib qo'y oldik, birinchi. Buni hozir olib chiqdik. Daniyaniki bu. Ha, ona bola deganimiz a? Ertalab. Mana bunisi ham YouTube sog'inmi bu? Yo'q, u birrak u. 3 yilin u. Sotib berasizmi? Endi hozir uni birov olmasa kerak. Elini tuzataylik-chi. Elini birrak bor. Vallahi. Hozir 35 million desam birov baribir og'rinadi-da shunchaki. Ha, to'g'ri, undan qochma, olib yetiltiraman deganlar ham bor. Shunaqa, undan ko'ra ana sog'ib birintasini ovqatini amallab turganimiz yaxshi. Ha, boqadi, mol boqadi. Zo'r aka. Mana estovmi Safidan aka? Shunaqa u. Iston bilan Jersey chatishgan bu. Voy. Ha, uzun bu gibrid bo'lar ekanda. Shunaqa gibrid desa hammani boyidagi ola-qora xayoliga uradi. Bo'g'ozmi bu? Bu ham bo'g'oz. Zo'r aka. Puli qanaqa buni bilmaysiz? 45 bu. Bu ha? Necha oylik? Lekinchi bo'g'ozligi kechkiroq. Bu 6 oylikmi? 6,5 oylik. 2,5 oy borda kutaman deganlarga bo'lsa. Lekin jurnalist bo'yicha dahshat bu ham. Cho'ni po'stra bu? Shunaqa, birinchi qorin bu. Necha oylik? Bu-chi 7 oylik bo'g'ozu narx-navosidan bexabarman, chunki bugun keldi bu. Bugun keldi. Bugun keldi bular. Zo'r aka. Xullas mol ko'p. Eski partiyada qolmabdi-da mollar aka. Hammasi partiya yo'q. Bitta qolgani ketib bo'lgan. Bitta. Mana bolasi. Ha, mana bu kam. Ochiq joyga. Boyga ona bilan bolasi. Nima edi? Sekin xunajin. Ko'paysin. Ha, sekin qo'y. Kimniga ham tushmagan hali qo'l bo'lib yotibdi. Ertalab 10larda tug'di buni. Ertalab soatli hali. Ha, soatli bu. Endi oyoqqa turdi. Mazza ekanda men yurur ekan, aylanib. Onasi bu yoqda edi, endi sog'in qatorga o'tkazdik. Ha. Nech pul dedik buni? 62 dedik. Mana bolasi, boygina. Kami ham bor. Zo'r aka. Bo'ldi, olib borib qo'yaver joyiga. Sekin. Nima deymiz obunachilarga aka? Yoqqan mollar bo'lsa kelaversin. Men bugun ko'rgani erta yo'q. Kendi ketdi bor. Necha kun kutdik-ku shu dargoh to'lgunicha aka. Hammani omadini bersin. Yashang aka. Do'stlar, men har kuni telefon qilaman Sayfiddin akamga. Video qilaylik. Jon aka deydi, mol yo'q deydi, turmayapti deydi. Shu bugungi nasib qilib qoldi, bir to'lib qoldi. Ertaga kelsanglar shu ko'rgan molinglar bo'lmasligi ham mumkin. Chunki bu fermada shunaqa.
Endi aka bizni ishlayotganimizga ham 1 yil 2 yil bo'lmagan. Ha, shunaqa. Eskidan klientlar ham bor. Eng ishonchli joyda. Ha. Bu nima deydi ani bugun ochilib erta yo'qolib ketadigan joy emas. Ha. Anchadan beri ishlab kelyapmiz. 15 yil bo'ldimi? Shunaqa. Lekin mana shu rekorddan mol olib baraka topdim deb yozganlar ko'p bo'ldi oldingi videolarda, aka. 70% molimizda endi eski klientlar olib ketib turibdi ustga ishlaydiganlar. Anaqa do'stlik deydimi, hamkorlik deydimi, shunaqa narsa bor. Baraka o'rtada. topganda, aka. Boshqa qadashib yurishmaydi. Shunaqa. Tayyor ishonchli joy. Kelishadi, bilishadi, aytgan narsaligini olishyapti. Endi YouTube'ga biz borligimiz uchun chiqib qo'yamiz-da har zamonda. Ha, eslab turinglar deb. Shunaqa. Shunda ham meni iltimosim bilan bo'lmasa yuraveradilar indamay. Mana. Do'stlar, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Xato kamchilik hammada bo'ladi. Toshkent viloyati Qibray tumani 2025-yil 16-dekabr kuni. Do'stlar, niyat qildim deganlar mana shu videoni gruppalarga tarqatib qo'yamiz. Allohga oson. Chiroyli sababini qiling beradi Xudoyim. Mana smetallarni qarang. Shuncha narsani bir joyda shunchalik pokiz ushlab turish o'zi emas. Mana turishini qarang bilan. Mana bularni ko'ring endi mana. Xudo bozorini bersin Safiddin aka. Amin. Mana turishini qarang. Eng zo'rini yaxshisini sizga ilinamiz. Qo'lni ko'tarib keting endi voy. Ha, bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Musofirdigilar esa omon yorg'iz bilan vatanga olinglar. Film tugadi.